Assalomu alaykum. Ashingiz ko'rasiz. Assalomu alaykum. Ikkita pizza zakaz berilgan. Ikkita pizza tayyor. Hozir. Nima pizza? Ama ikkita dedim bu. Hozir bizga aksiya ketib ketdi. Ikkita pizza olganga bitta pizza qo'shib berdik. O, zo'rg'a. Rahmat. Bana срочно bir pizza bergansiz. Bo'ldi, hozir beramiz. Mana shunday chiqadi. Часов? 80 ming. Срочныйmi? Ha, срочно. Mana men kanalga qo'y. 80 mi? Paketga so'raysizmi? Rahmat sizlarga. Sog' bo'ling. Ham pizzali bo'ldi, ham pulli bo'ldi. Bizga lo'qit ketdimi? Nechun? Hozir bizga aksiya ketib turibdi. Biz ham menyudagi bu narsadan ikkidan olsam, birdan qo'shib berib turibmiz. Shu qo'shib berilgan pizzani sizga sotib ketdi 80 ming so'm, lekin pizzani bo'lgan 80 ming. Oho. Endilikda Asim burgerda ikkita narsa xarid qilsangiz, uchinchi narsa besplatno tekinga beriladi. Bu narsalar hech yerda bo'lmagan. Yana ustida birini bo'ylab dastavkamiz mutlaqo tekin. O'rib qolinglar. Asim burgerdan uzoqlashmang.